Ko'pchilik salbiy rolda ko'rgan bu akamizni. Chekishdan bormi? Yo'q, chakmayman. Bekor qilasan. Juma kuni to'y. Bitarsana. Bizni ko'rishdi, juda ham samimiy odam ekanlar. O'zbeklar yig'ilib qolmiz, bitta savob ish qilaylik deb hammamizni yig'dilar. Hozir qarangga keldi, ehson tarqatgani 90 tadan ko'p ovqat olib chiqdi. Xudo xolasa, mana mazukamiz bilan Dengiz Muso profili orqali o'zini yaxshi ishlari bilan tanilib kelayotgan ukamiz Muhammad Muso bilan ko'rishdik. Hozir haramga keldik Makkaga. Endi yaxshilar bilan shug'ullanmoqchimiz. Xudo xolasa, mana shu chiroyli oshlarimizni shu yerda yurgan musofirlarga tarqatmoqchimiz. Alloh dargohida qabul qilsin. Qani ketdi, aka, bismillah. Buni ishchilarga tarqatish kerak, supur yuradiganlarga tarqatish kerak. Hozir mehnat qilishadi. Subhanalloh. Hali yaxshi. So'rashdi. Yanada ko'proq bo'lsa deb qolar ekanda ular. Bu yerda yana bir ikkita o'zbek ukalarimiz bor kelgan. Ularni ham chaqirib qiladisizlar. Ko'p bo'ldi. Assalom. Assalom. O'z, ro'yman baqavasini olsin. Amin.